shunday kunlar keladi, tushunib yetasan. Kimni yo'qotib, kimni topganing. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد ليكن يومك للشعب Tarixda bir juda ham kuchli, yuksak darajadagi notiq bo'lgan ekan. Notiqligining darajasi shunday bo'lgan ekanki, hatto uning nutqi yolg'onchiligini ham berkitib yuboradigan darajada bo'lgan ekan. Bu voqea quyidagicha bo'lgan. Sinfdoshlar, mana 20 yil deganda sizlarni ko'rib juda ham qo'rqib ketyapman, to'g'risi nima bo'ldi sizlarga? Obid bizni ko'rinishimizga e'tibor berma. Chistay asal hech qachon aynimaydi. Olinglar. Cho'ta asal emas, tez murabba hidi kelyapti-da. Oldik. Ayol boshimiz bilan o'tirishga bizlar keldik. Qarmoqani ovodingmi? Ko'rashim bazabit diyorimmi? Inson kuchini bilagidan emas, yuragidan oladi. U yurakni esa Alloh beradi. To'rtta qo'ling bo'lsa ham yurak bermasa foydasi yo'q. Sizga berdik dunyolarni maylida. Ko'ngil berib tilim kuydi layliga. Yo'yib sizlar bechorayu daydiga. Sürpriz makina, Xirol yana qaytdi. Atirgulni Xudo yaratgan, bargini yerga qaratgan. Qizlarni xor bo'lmasin deb biz yigitlarni yaratdik. Davridoshini yeganlar, yonida yelkadosh turganlar, qocharkan jigarim deb yurganlar, yigitga yo'qchilik kelganlar. Hammani ichida bo'lar zo'r, vaqtincha omadi. А у тебя в кармане пусто. Ты один и тебе грустно. Бай-бай, забила на стресс. Я делаю рям. Ты пишешь мне хей, я делаю два. Шоу-бизнес, мой инстаграм. Я твой стресс. Davridoshini yeganlar, yonida yelkadosh turganlar, qocharkan jigarim deb yurganlar, yigitga yo'qchilik kelganlar. Hammani ichida bo'lar zo'r, vaqtincha omadi. Uying jannatmi? Ha? Qanaqasiga? Chunki uyda onam bor. Tugab bitmas foyligi, o'zimni chiroyliga, mushtparim olaman.